Erkakning yana bir vazifasi ayoliga mahr berish. Bu moliyaviy haq. Erkakning zimmasidagi bu burch. Payg'ambarimiz alayhissalom mahrni ko'p bergan yigitlarni maqtaganlar va mahrni oz so'ragan kelinlarni maqtaganlar. Mahrni chegarasi yo'q. Kim qancha mahr bersa, uni himmatiga yarasha ajr bor. Lekin eng ozi 10 dirham. Undan kam bo'lish kerak emas. Bizni diyorlarimizda juda mahr oz. Qani kelinga nima mahr berasiz desak, bitta tilla deydi. Kelindan so'rasak bo'ldi, roziman deydi. Bir o'rganinglar, musulmon boshqa mamlakatlarda, arab mamlakatlarida 100 ming dollargacha mahr bor. Bitta qiz uchun, kelin uchun beriladigan mahr. Juda katta mahr. Bizni kelinlarimiz, qizlarimizning sharafi, ular uchun tasannolar aytishimiz kerak.